davlat rahbari har yili 2 marotaba yoshlar bilan ko'rishyapti. Shunda ham afsuslanganlar bo'ladi va natijaga erishganlar. Bugun O'zbekistonda yoshlar kontingenti juda katta. Hozir 1 minut to'xtasangiz, orqangizga qarasangiz, sizdan boshqalar 10 ming qadam nariga o'tib ketgan bo'ladi. Startap nimaligini hali tushunmaydigan xalq vakillari bor, bu yo'q deyolmaydi. Endi startap hayotimizga yengillik beradi. Faqat o'qitib chiqaravermasdan uni bandlik masalasini ham rektorlarga to'g'ridan to'g'ri biriktirib berdi. Bundan 15 yil oldin masalan cheklangan jamiyatni haftalab oylab kuchingizga to'g'ri kelgan. U qanday ishlab ketishni bilmaydi. Qo'lidan yetaklab olib boradigan odam bu rektor emas. Birorta tadbirkorga shogirdlikka tushishi mumkin. Talabalarini hammasini ishga joylashish reytingi olib borish kerak. Ularga O'zbekistonning mehnat bozori ish topib bera oladimi? 24-fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev respublikamiz bo'ylab juda ko'plab faol yoshlar, 60 mingdan ortiq yoshlar bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qildi. Va ushbu muloqot jarayonlarida bevosita juda katta strategik masalalar ham ko'tarildi. Jumladan xavfsizlik masalasi, yoshlarni ongini to'ldirib borayotgan bugungi kundagi ijtimoiy tarmoqlar muammolari yoki bo'lmasam sintetik moddalardan tortib to yoshlar masalalari atrofidagi barcha mavzular ushbu yig'ilish asosiy muhokamasi markazida bo'ldi. Mazkur yig'ilish atrofidagi masalalar va davlat rahbarining ushbu yoshlar bilan ochiq muloqotdagi ko'plab bildirgan fikrlari yuzasidan suhbatlashish uchun aynan 24-fevral kuni shaxsan ushbu yig'ilishda to'g'ridan to'g'ri markaziy studiyada qatnashgan yoshlar vakillaridan biri innovatsion biznes rahbar Nodira Begim Rahmonovani studiyamizga taklif qilganmiz. Demak, bir gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bilasizmi, Prezident bilan uchrashuv oxirgi vaqtlarda odat tusiga kirdi. Davlat rahbari har yili 2 marotaba yoshlar bilan ko'rishyaptilar. Bu o'tgan yil 14-fevralda sodir bo'lgan va 30-iyunda sodir bo'lgan bo'lsa, bu yil hisobidan birinchisi 24-fevral kuni bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilish qaysidir ma'noda qisman tanqidiy ruhda o'tdi desak ham bo'ladi. Bugun O'zbekistonda yoshlar kontingenti juda katta. 22 milliondan ortiq yoshlar, ularni 9 milliondan ortig'i, deyarli 9,5 millioni bugun 14 yoshdan 30 yoshgacha yoshlar hisoblanadi va bu yoshlarni bugungi kundagi davlat oldidagi masalalari eng aktual va prezident ta'biri bilan aytganda bugungi kunda eng yuqorida turgan masala hisoblanadi. Yig'ilishda shaxsan ishtirok etdingiz. Dastlab qisqacha fikrlaringiz, keyin atroflicha suhbatlashamiz. Bilasizmi, yig'ilishda o'tirib bir narsani o'yladim. Prezident bilan uchrashuvda 10 yildan keyin shunda ham afsuslanganlar bo'ladi va natijaga erishganlar. 10 yildan keyin hozirgi sharoitlarga, mana shu imkoniyatlarga natijaga erishganlar bo'ladi, erishmaganlar bo'ladi. Afsuslanganlar. Mana shu afsuslanganlar qatorida bo'lmasligi uchun hozir mana shuncha milliard berilayotgan pullarni biz ishlatishimiz kerak. Davlatimizga olib kelishimiz kerak qaytadan. Mana shu pullarni ishlab biz davlatga qaytarishimiz kerak. Tanqidiy ruhda o'tdi. Hali bunaqasi bo'lmagan. Masalan, davlatimiz rahbari joylarda o'sha bank xodimlarini ham qancha tanqid qildilar, yoshlarni oldida. Universitet rektorlarini tanqid qildilar. Bu juda katta o'zgarish. Yoshlarga ko'rsatdilar mana. Hamma yoshlar uchun ishlayotganini. Masalan, uchrashuv davomida xavfsizlik xodimlarini ham hokimlar bilan turg'izib qo'yib, faqat yoshlar masalalarini har payshanba ko'rishni buyurdilar. Yoshlar masalalari qanaqa ketyapti, joylarda qanaqa bo'lyapti, shaxsan o'rganishni buyurdilar. Juda katta o'zgarish deb o'ylayman, chunki agar bundan keyin ham yoshlar harakat qilmasa, ertaga aniq afsuslanish bo'ladi. Hozir tavakkal qilgan yoshlar yutqazmaydi, lekin tavakkal qilmasdan turib yutqazish ehtimoli katta. Bilasizmi, O'zbekistonda bugun yoshlar siyosatida tavakkalchilikdan ko'ra ko'proq barcha narsa muhayyo, faqat foydalanmayotganlar juda ko'p. Jasorat. Tavakkal qilish qachon bo'lishi mumkin? Bu tavakkal qilish, ya'ni O'zbekistonda bu bo'yicha qonun yo'q bo'lsa, yoki bo'lmasam himoya yostiqchalari yo'q bo'lsa, yoki bu imkoniyatlar yo'q bo'lsa, o'zi uchun imkoniyat ochish uchun harakat. Shunchaki bugun hamma narsa bordek. Jasorat yo'q, qo'rquv bor, jasorat yo'q. Balkim bu dangasalikdir. Bilasizmi, har doim boshlash qiyin bo'lgan. Har doim boshlash qo'rqinchli bo'lgan. Lekin mana shunaqa startaplar berilyapti. Sun'iy intellekt bo'yicha hozir 1 minut to'xtasangiz, orqangizga qarasangiz, sizdan boshqalar 10 ming qadam nariga o'tib ketgan bo'ladi. Mana shu qo'rqinchli deb o'ylayman. Kiber xavflarga nisbatan davlat rahbari juda qayta va qayta takrorladilar.
kiber xavflar bugun bolalarimizni olib qo'yishadi degandek, ya'ni haqiqatan ham shu so'zlar bilan takrorlandi. Bunda qanaqa bir masalalar ko'rilyapti? Hukumat bugun yoki davlatimiz bugun nimalarni e'tiborga olyapti bu bo'yicha? Va yoshlar nimalarga e'tibor berish kerak? Yoshlar ko'proq o'sha qonun hujjatlarini ko'proq o'qish kerak. Internetda hamma narsa mavjud. Men o'zim ham ko'pincha qo'rqaman. Yangi sun'iy intellektdan yangi xavflar kelib chiqyapti. Ba'zan o'sha xavfsiz degan narsangiz ham xavfli bo'lib chiqish holatlari kuzatilyapti. Buning uchun yangiliklarni ko'proq o'qishimiz kerak. Ko'proq o'sha yoshlar o'zini ustida ishlashi kerak. Masalan, men sun'iy intellekt bo'yicha 2 yil oldin unchalik ma'lumotim bo'lmasdi. Va qarasam, o'zimdan yoshlar mana o'tib ketyapti. Sun'iy intellektni juda ham yaxshi bilishadi. ChatGPT, umuman videolar yasash, sun'iy intellektda bir odamni o'zini qo'yib videolar yasashyapti. Televideniya xodimlarini yuzlarini qo'yib, bemalol ulardan pul undirish holatlari, odamlardan pul undirish holatlari bo'lyapti va bu albatta hamma sun'iy intellektda. Va shuning uchun men Yoshlar ishlari agentligi tomonidan sun'iy intellektni o'qidim, raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan sun'iy intellektni o'qidim. Albatta qiz bo'ladimi, yigit kishi bo'ladimi, baribir hozirgi zamon IT yo'nalishini kiberxavfsizlik bo'yicha ham o'qish kerak. Masalan, hozir Yoshlar ishlari agentligi tomonidan fact checking bo'yicha tadbir tashkil qilindi va unda fact checking bo'yicha o'qish. Fact checking bu nima? Mana internetda bo'ladigan ma'lumotlarni siz tahlil qilasiz. Ya'ni u to'g'ri ma'lumotmi, yo'qmi? Bugun chiqayotgan ma'lumot, masalan, gaz narxi oshdi degan ma'lumot aslida fact checking qiladigan bo'lsangiz noto'g'ri. Shuni rasmiy manbalardan qidirib ko'rishni o'rganish kerak hozirgi yoshlar. Faqatgina o'sha norasmiy manbalardan ko'ra mana shu narsa to'g'ri, mana shu narsa noto'g'ri degan narsa bo'lish kerak emas. Albatta birinchi o'rinda rasmiy manbalardan qidirib, shu narsa to'g'rimi, shu ma'lumot, shu axborot to'g'rimi? Undan keyin tengdoshlariga ham, atrofdagilarga, oila a'zolariga ma'lumotni berish kerak. Bugun prezident har yilgidan mana o'tgan yil ham startaplar, loyihalar, yoshlar loyihalari bu masalalarga katta mablag'lar, katta bir banklar tomonidan, jumladan Aloqa bank, Milliy bank tomonidan bir juda katta bir mablag'larni yo'naltirib berildi. Bu yil yana shular qo'shildi, 200 million AQSh dollari miqdorida yana qo'shimcha berildi bular. Qanchalik foydalangan yoshlarni ko'ryapsiz, foydalana olgan yoshlar? Hozirgi paytda juda ham kam deb o'ylayman. Chunki sanoqli g'oyalar ko'p bo'lishi mumkin, lekin uni amalga oshirish uchun startapga bilimlar yetishmayapti. Mana shu uchun mana Raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan ham umuman barcha tashkilotlardan o'quvlar tashkil qilinyapti. Startaplarni qanday qilib amalga oshirish mumkin? G'oyani o'sha maqsadga ko'chirish bo'yicha. Faqat dangasalikdan chiqib ketish kerak, jasorat qilish kerak, ozgina qo'rquvni yengish kerak va mana shu bepul bo'ladigan o'quv kurslarida ishtirok etib ko'rish kerak deb o'ylayman. IT yo'nalishida ham, umuman qizlarga ham startap qilish imkoniyati borda. Hozir qizlar ham bemalol o'zini biznesini yo'lga qo'yishi mumkin. Umuman startap bo'lmasa ham o'zini o'sha yoki tartibdagi tadbirkorligini ochishi mumkin. O'z-o'zini band qilganlik sertifikatini olib bemalol o'zini tadbirkorligini ochishi mumkin. Mas'uliyati cheklangan jamiyatni ochishi mumkin. Masalan, mas'uliyati cheklangan jamiyatni men o'zim 10 daqiqada ochganman. Bundan 15 yil oldin mas'uliyati cheklangan jamiyatni haftalab, oylab kuchingizga to'g'ri kelgan. Elektron raqamli imzo olishingiz o'ziga juda katta qiyinchilik bo'lmagan ham bo'lsa kerak. Bo'lmagan ham qiyinchilik, qog'ozbozlik, tadbirkorlikda juda ko'p qog'ozbozlik bo'lgan. Pechatni qo'yib u tashkilotga yugurasiz, bu tashkilotga yugurasiz. Hozir pechatlarni ham elektronlashtirib QR kod orqali bo'ladigan tizim yaratildi. Mobil banking tizimi. Tadbirkorlar hozir 24/7 mobil banking tizimidan foydalanishadi. Masalan, biz uyda o'tirgan holatda aylanma mablag'larimizni bemalol mobil banking tizimini to'ldirishimiz mumkin. Biznes mobil onlayn platformalari bor. Bizneslarga bemalol tadbirkor o'sha bo'laman, aylanma mablag'imni to'ldiraman desa, bemalol kredit berishadi. Unchalik qog'ozbozlik ham yo'q. Shunaqa sharoitda yashayapmiz, menimcha foydalanishimiz kerak. Faqat o'sha g'oya egasi g'oyasini loyiha ko'rinishiga, startap ko'rinishi. O startap ekotizimi yoki startap tizimi o'zi oxirgi yillarda qulog'imizga jaranglay boshladi. Hali u dunyo tajribasida bo'lishi mumkin. O'zbekiston endi bu narsaga moslashyapti. Startap nimaligini hali tushunmaydigan xalq vakillari bor. Bu yo'q deya olmaymiz. Balki shu taraflamadir. Endi startap hayotimizga yengillik beradi-da. Masalan,
hozirgi paytda uzun market qanaqa rivojlanib ketdi, odamlarni uyigacha kirib boryapti. Shu uzun marketda ham qancha yoshlar ish bilan ta'minlanyapti yoki tadbirkorlik boshlagan yoshlar shu uzun market orqali savdo qilishyapti. Xuddi shunaqa startap biznesini yo'lga qo'yish mumkin. O'zimizning o'sha ekotizimlarimizni yaratish mumkin startap orqali yoki bo'lmasa taksi agregatorlarini olib kirish mumkin. Chet elning taksi agregatoridan foydalanamiz masalan hozirgi paytda. O'zimizning milliy brendlarimizni ishlab chiqishimiz mumkin. Milliy brendlarimizni rivojlantirishimiz kerak. O'zimizning o'sha raqamli savdo platformalarimizni rivojlantirishimiz kerak. Raqamli savdo o'sha programmalarini ko'paytirishimiz kerak. Hozirgi paytda bilasiz, juda ham ko'p raqamli savdo platformalari bor, rivojlanyapti. Unda yoshlar o'zini savdosini boshlayapti. Butun respublika bo'yicha savdo sotiqni amalga oshirish mumkin. Xuddi shunday Instagram orqali, Telegram orqali sotiladigan platformalarni ham startap qilib yaratish mumkin. Va agar o'sha startap ma'qul kelsa, biznes egalari katta miqdorda pul tikishi, davlat o'zi katta miqdorda pul tikishi mumkin bu startaplarga. Yoshlar bandligi masalasi davlat rahbari qayta va qayta takrorladi. Universitetlarga ham topshiriq berdi. Bugun haqiqatda o'zi dunyo tajribasida mana juda ko'p O'zbekistondagi ba'zi soha vakillari, ijtimoiy himoya tizimi vakillari bilan gaplashsangiz, mahalladagi vakillar, mahalladagi band aholi yoki mahalladagi kam ta'minlangan aholi, ayollar bormi? Hammasini ish masalasi, qancha pul topish masalasi bo'yicha qayg'urayotgan tizimlar bor bugun. Yoshlar masalasi bo'yicha ham bugun oliygohlar o'qishga kirdimi, u faqat uni talabani kontraktini olib turib, faqat o'qitib chiqarib yubormasdan, uni bandlik masalasini ham rektorlarga to'g'ridan to'g'ri biriktirib berildi. Sport masalalari ko'tarildi to'g'ridan to'g'ri. Bu jarayon qanaqa bo'ladi endi? Endi bilasizmi, agar o'zi ishlashni xohlagan yosh bo'lsa, o'sha bemalol ish topish mumkin-da. Yo'q, shunday, lekin bilasizmi, shu darajada bilimi katta. Men hayotimizda ham ko'rganman, o'zimiz ham talaba bo'lganman. Shu darajada bilim doirasi keng, lekin u qanday ishlab ketishni bilmaydi, qanday ish topishni bilmaydi. Kommunikatsiya hali rivojlanmagan bo'ladi talabada yoki poytaxtga kelgan bitta yosh qo'pol qilib aytganda niyati qaysidir yuqori turmush tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, u yerda ishlay olmaydi yoki borib qanday kirishni bilmaydi. Hattoki o'sha kirish qismidan ham o'tolmay qolishi mumkin. Ularni masalan oddiy sodda qilib aytganda qo'lidan yetaklab olib boradigan odam bu rektor emas, lekin u qanaqa tizim haqida bu yerda gap ketyapti shu narsaga. Bilasizmi, hozir tadbirkorlarga shunaqangi sharoit yaratib berilgan. Agar mana shu yoshni o'qitib, o'zi o'rgatib, o'sha bilim tajribasini oshirib beradigan bo'lsa, foiz stavkalari ularga o'sha ishga olganligi uchun foiz stavkalari pasaytirish holatlari bor. Birorta tadbirkorga shogirdlikka tushishi mumkin. Avvalo birinchi o'rinda o'sha rahbarlik lavozimidan boshlashni xohlashadi ko'pchilik yoshlar. Lekin oldin o'sha ish o'rganish kerak baribir. Har qanaqa sohada ish o'rganib, keyin menimcha yuqori tashkilotlarga chiqsa bo'ladi. Prezident aytdilar masalan, yoshlarni o'sha ish bilan ta'minlash kerak, konkretniy tizim bo'lishi kerak, reytingni olib borish kerak menimcha. O'shandagina natija bo'ladi. O'sha oliygohning rektorlari, oliygohning o'sha talabalarini hammasini ishga joylashish reytingi olib borilishi kerak. Qachonki o'sha reytingda qaysidir oliygoh yuqorilasa, demak ularni o'sha talabalari lavozimlarga olinyapti. Shunda reyting yuritilsa 50 ming talaba o'qiydigan oliygoh bor. 30 ming, 20 ming, 15 ming kishilik talabalar o'qiydigan oliygohlar bor. Bularga O'zbekistonning mehnat bozori ish topib bera oladimi? Ish topib berishi uchun ham mana shu tadbirkorlik, startap kabi loyihalar amalga oshirilyapti, milliardlab pul berilyapti. Menimcha tadbirkorlikni ham rivojlantirish kerak bu borasida. Avvalo jarayonda o'rganganman, masalan, men jarayonda o'rganadi, lekin hozir o'sha banklar o'zi biznes g'oyasini ham qilib berishyapti. Shunaqa tizim yaratdilarki, prezidentimiz o'sha banklar o'zi biznes g'oyasini ham o'rgatsin, biznes g'oyasini ham qilib bersin, tadbirkorlikni ham o'rgatsin, ko'nikmalarini qilib bersin degan tizim. Agar o'sha o'zini band qilgan yosh sifatida ro'yxatdan o'tsa, o'zini o'sha sartaroshlik bo'ladimi yoki yozuvchilik bo'ladimi, o'zini shu kitob sotadigan joyini ochishi mumkin. Masalan, kichik tadbirkorlik. Unga ham mablag' ajratib beryapti, 20 million so'mgacha garovsiz bo'lgan bo'lsa, hozir 100 million so'mgacha garovsiz o'zini band qilgan yoshlar uchun-da. Endi bu o'sha biznesini kengaytirib, yakka tartibda tadbirkor bo'lib ochaman desa, 300 million so'mgacha garovsiz kredit ajratilyapti.
juda katta narsa. U kreditni olgandan keyin uni boshqara oladimi u kreditni? Ana U shu- pulni to'g'ri sarflay oladimi? Bu bo'yicha Shu bo'yicha ham juda katta muammolar bo'lgan, juda katta muammolar bo'lib, o'sha prezidentimiz shu Milliy bankka ham o'zingiz ko'rgan bo'lsangiz topshiriq berdilar. Shu biznes rejasini qilib beringlar. O'sha tashabbusi bormi, ko'ringlar. Tadbirkorlik ko'nikmalarini o'rgansin avvalo bular. O'sha kredit olishdan oldin. Kreditni hamma ham olishi mumkin, lekin uni ertaga to'lash bor. Uni maqsadli sarflash bor. Ana shundagina natija bo'ladi. Avvalo o'sha banklar xodimlari endi o'sha har payshanba kuni uyma-uy yurib, ularga biznes tadbirkorlik ko'nikmalarini xohlagan yoshlarga o'rgatadi. Endi xohlamagan yoshlarga qanday qilib o'rgatish mumkin? sizga kattakon rahmat fikrlar uchun. Baribir hayot maktabi, tadbirkorlik faoliyati, yoshlarni berilayotgan imkoniyatlardan foydalangan holda bugun real natijalar ko'rsatish bu bugungi jamiyatda tobora ommalashayotgan masala. Bu qatorda siz kabi yoshlar o'ylaymizki yanada ko'p bo'ladi va davlat rahbari bilan bo'lgan uchrashuv yakunlaridagi bildirilgan ko'plab fikrlar va berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish masalasi ham har bir yoshni o'zini holatda. Bugun yoshlar avvallari talab qilish kerak edi. Bugun shunchaki imkoniyatdan foydalanishi ham kerak bo'lyapti. Imkoniyatlar bor, faqat yaxshi o'rgangan holda ularni o'rganish kerak. Birga bir suhbatlarimiz davom etadi. Hurmatli tomoshabinlar, kelgusi dasturlarda yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.